Alaykum, Xo'rmay aka. Nima ekan bu o'zi? Bor bo'ling. Ha, bumi? Yaqinroq olib kelasiz. Dehqonlarimizga Shimji brendi ostidagi 22 kilovatli katta qiyin nasos bo'ladi. Aynan mana shu nasoslarda 1 kilometrdan 2 kilometrgacha suv chiqarishga yordam qilganmiz. Juda katta, yaxshi uzoq masofalarga suv chiqarishga mo'ljallangan. Mana shunaqa nasoslar qiziq bo'lsa, meni profilimga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bizani kuzatib borishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Ha, xudo xolasa mana video davomini boshladik. Mana suvni ham chiqarib oldik mana. 1 kilometr naridan kelyapti suv. Mana shu yerdan, Tasaka to'xtaydan. 20 metrlab podiyom. Mana suvni chiqishi 200 litrda suv chiqaryapti. Havo bilan chiqadi, havo. Hali endi boshlandi. Hali ichida havo bilan chiqyapti, xudo xolasa. Bundan ham yaxshi chiqarib ketadi nasosimiz. Qiyi 22 kilovat 38 metrli podiyom nasosimiz. Mana aroqda suv pul o'rasida. Xudo xohlasa.